O'zbekiston islom markaziga aylanadi yaqinda o'rtoqlar. Men bu videoni bitta ko'ringlar. Islom sivilizatsiya markazi loyihasiga bu videoda ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonga 50 dan oshiq mamlakatlarning sheyxlari, ya'ni diniy ulamolar tashrif buyurgan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? 1000 yil oldinlar bo'lgani kabi, ya'ni tarixni o'qiganlar yaxshi biladi. Ya'ni 1000 yillar oldin imina O'zbekiston islom markazi bo'lgan, ya'ni butun dunyoning har bir burchagidan o'quvchilar, ya'ni imina O'zbekistonga, Buxoroga, Termizga, butun O'zbekistonga kelib, diniy mavzuda, nafaqat diniy mavzuda, dunyoviy mavzuda ham O'zbekistonga kelib ilm olib ketishgan. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Hozir ham, ya'ni 1000 yillar oldingi kabi hozir ham O'zbekiston islom markaziga aylana oladimi? Bu mavzuga sizlarning fikringiz qanday? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib o'tib ketinglar.